Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabında bugün ilim hakkındaki kitaptaki dersimiz devam etiyotdu. Bundaqda bugünkü bab okulduğan babımız. Hamda mushu o'ttag'an olimdan o'rturab fatvo so'rasa qanday bo'ladi deydi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki her bir babda hadisdan olgan bir mazmuni var, bir yakuni var. Bu İmam Bukhari'ninki bu Sahih Bukhari'nin en zor ortiqchiligi o'zining sahihlik bo'lishi bilan birga bu kitobniki. Her bir babda bu adam bayon qilgan mazmun shunda o'tkir, markazlik. Bu yerda hamdaligi so'g'a adam o'rturib so'rgan, o'ttag'an adam olim. Ya'ni u bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hem de mesela bir ulama o'tiribdi, lekin qarshi tarafga adam o'rtiribdi. Bu qanday bo'ldi deydigan buning munosabatlik mazmunlarni bunida aks etgan bo'lishi mumkin. Ammo qisqagina bir buning qo'shimcha qilsak, bir odam boshqalarning hurmat yusidan boshqalarning o'zining oldida o'rtirishini, qo'pishini tamoq qilsa, buni xatarlik avval. Bu kişideki bir kibir bu. Bu qat'iy durust bo'lmaydi. Ama qarshi taraf o'zi hurmat qilib yoki ma'lum bir boshqa tufaylidan o'rtug'an bo'lsa, qarshi taraf mesela buning boshqalarning o'zi hurmatlab qo'pishini tamoq qilmagan bo'lsa, u ayrim avval. Bu 123-numurlik bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bizga Osman hadisi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishininki ismi Osman ibn Abi Shayba. Bu zat deydi, bana Cerir haber bergen idi deydi. Cerir bolsa Cerir ibn Abdülhamid başta öttü bu kişiler. Bu kişi Mensur'dun. Bu Mensur degan kişi Ebu Vail'din. Ebu Vail degan Şakir ibn Selime deydigan bir dağınık alim var. Şu kişidin. Bu kişi Ebu Musa'dın. Ebu Musa degan Ebu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qays al-Ash'ari degan kişi. Hicriyaniki 7. yılı Khaybar gazasida Yemen'den kelgen. Büyük sahabelarınki biri keyin Kupada yaşagan. Bu yerdeki kişilerin hemmesi Kupa'nınki dağınık ulamaları buludu. Bu 5 kişinin tercümaları başında çıkartım ötde. Hem de Ebu Musa al-Ash'ari şundaq deydi. Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki huzurlarına kelip sual sorab dedi ki, ya Resulallah, Allah yolunda cihat kılış, uruş kılış degan qanday bo'ladi, nima degan gap? Deb Peygamberimizden sual sordu. Yani bu adam bunun qo'shimcha qilib mundaq deydi. Bizning ba'zilarimiz g'azab yusidan deydi. Ochchig'ida o'zi tutulanmay, chidamay urush qildigan jihad qildiganlar bor. Ba'zilar tarabbozlik yusidan urush qildiganlar bor. O'zining millatini qo'g'dash uchun yoki masalan vatanini qo'g'dash uchun, o'z qabilasini qo'g'dash uchun yoki oilasini qo'g'dash uchun degandek. Bu adam şu urush cihatninki turli shakllarni bayon qilish orqali mushning qaysi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi dedi. Bu kishi deydi hamda Abu Musa al-Ash'ari deydi. Payg'ambar alayhissalatu vesselam uning shunda beshini ko'tarsa, u o'r tug'an ekan deydi. Payg'ambarimiz o'ttag'an. Asvol so'g'chi o'ra holat o'ttag'an ekanda, tug'an ekanda. Şu Peygamberimiz verdi 5'ini götürüşke muhtaç oldu da. 5'ini daha kötüydü. Peygamber aleyhisselam cevap verip mundaq dedi. Kimi ki kim Allah'ın sözünün üstün buluşunu arzu kılıp, ümit kılıp, uruş kılıdiken o Allah yolunda dedi. Yani bu uruş Allah yolundaki uruştur. Ya ki cihattur, ya ki gazattur. Deyip şundaq dedi. Şimdi bu hadisten şart qanday bir ibodatninki sharti niyati cho'qim Allah rizolik bo'lishi kerak. Allah bo'lishi kerak. Umidi bundan Allah bo'lishi kerak. Bu amalning, ibodatning qabul bo'lishining eng tub asosi Allah rizoligini ko'zlash. Shunga harsul muhasibi degan dağınıq bir ulama hatto dunyoviy g'araz uchunmi bir ibodatni qilgan bo'lsa, bu ibodat maqbul emas bo'lishidan birga batil deb qaragan. Ama lekin dünyada tarixdan bu yana har qanday urush yuqorqi deyilgan
sebepler tüpeylining hech qaysisidan yiroq emas. Urush degan cho'qim jihad degan g'azab yusidan bo'ladi. Bu yerdagi yana bir g'azab uchun degan so'zmi intiqomni maqsad qildi. Odam intiqom ilish istik tug'ilgan vaqtida bu g'azab bo'ladi bu. Achchig'i chidamay urush qildigan avvallar bo'ladi. Tarabbozlik ustidan urush qildigan bo'ladi. Masalan, vatanni qo'g'dashim tarabbozlik, millatni qo'g'dashim tarabbozlik, oilasini qo'g'dashim tarabbozlik. Buning munosabatli nurg'un hadislar bor masalan. O'zing mol dunyosini, o'zing izzatini qo'g'dash uchun urush qilgan bo'lsa, u shahid deydigan hadislar bor. Bu hadislarni bir-biriga bog'lab tushungan vaqtida har qanday urushninki manbasi cho'qim yo g'azab, vijdon, g'urur sababidan bo'lib qoladi. Yoki tarabbozlik o'zing dunyosini qo'g'dash ustidan, oilasini qo'g'dash ustidan, millatni qo'g'dash ustidan bo'lib qoldi. Buning hammasi dunyoviy g'arazlar. Ammo lekin nima Allah'ning rizoligi qetilgan vaqtida bu urush yana jihatga aylandi degan demoqchi bo'ldi buni. Masalan, vatanni qo'g'dash Allohni xursand qiladigan niyat ifodalangan bo'lsa, millatini qo'g'dash uchun Allohni xursand qilish, rozi qilish, mamnun qilish niyati aralashgan bo'lsa, o'zing oilasining izzat g'ururini saqlab qolish, Allohni xursand qilish, Allohni xush qilish niyat aralashgan bo'lsa, millatni qo'g'dash uchun shu yerda diniy ahkamlar, diniy e'tiqodlar shu yerda keyin puttirab tura oladigan bir holat bo'lgan bo'lsa, mush niyatni ham qila olgan bo'lsa, mush dunyoviy g'arazlar bilan birga, ya'ni bu kalimatulloh li'ala kalimatulloh, ya'ni Allohning so'zini ustun qilish asosida qilingan urush jihad bo'ldi bu. Shuni deymiz, har qanday urushninki kelib chiqish asosi tarabbozlik, g'azab, izzat, g'ururni, dunyoni qo'g'dashni asos qilgan. Vatanmi dunyo? O'zing mol dunyosini qo'g'dashmi, vatanning boyligini qo'g'dashmi dunyo? Lekin bu yerga shu niyatni qo'shish orqali, ya'ni bir jihatga aylangan gap bu. Shunga bu nuqtani bu yerda oydinlashtirib olganimiz yaxshi. Hamda chunki ba'zida g'azablanish o'zing vijdon g'ururiga qarta achchig'ida urush qilish masalan, ba'zi tarabbozlik taraflari dunyoviy g'araz uchun ham bo'lib qolgan taraflarim bo'ladi. Allah uchun bo'lgan taraflarmi bo'ladi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda eskartish berib, mushta taraflardan urush qilgan bo'lsa, yani bu Alloh rizoligini, Alloh so'zi ustun qilish asosiz bo'lsa, bu jihad bo'ladi deb sifatlagan. Shunga imom Ayni rahmatullohi alayh tarabbozlik urushi, g'azab chidamay bo'lgan urushlar Alloh uchun bo'lib qolgan taraflarim bor. Dunyoviy g'arazni asos qilib olgan taraflarim bor. Buning mush niyatni qo'shish asosida bu tushunchani berib o'tgan. Ayni vaqtida To'mirlarniki zamonasida balki Hindiston taraflarini fath qilganda bo'lishi mumkin yoki Sham taraflarini, Iroq taraflarini fath qilganda bo'lishi mumkin. Eng muhimi Anvar Shah Kashmiri shu bir bayonni beribdi shu yerda. Bu To'mirlar nurg'un odamlarniki kallasini kesib, o'ltirib, boshlarini, so'ngaklarini bir joyga yig'ib, so'ngakning ustiga shu karvatni, taxtini qo'yib, o'tirib, o'lamalarni yig'ib so'rabdi. Ma odamlarning hammini o'ltirdim hamda. Mening bu o'ltirishim qaysi nuqtada deb. Yani jihad qichiramdi, yoki g'azot qichiramdi, yoki mening shaxsiy g'arazim kiramdi degandikin, ulamolardan birisi oldiga chiqib, mush hadisning o'zini o'qigan debdi. Allohning so'zini ustun qilish uchun bo'lgan urush bu Alloh yo'lidagi urushdir deb. To'mirlar bu odamning o'zini qutqizganligini, o'zini qutqizishni maqsad qilib bu gap deganligini bilib qolib, gap qilmay qo'yib bergan, kar olmagan debdi. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.